Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, hurmatli kuzatuvchilar. Do'konimizga assortiment sifatida kelgan mini traktorimizda hozir ma'lumotlari, narxlarini to'liq obzorini qilib berib o'tib ketamiz akalar. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Narxlarini yana tushirib qo'yganmiz. Oldingi narxidan juda ancha tushirib, hozir arzon narxlarda obzorini qilib beraman. Bu traktorlarimizni qisqacha ma'lumotini aytib o'tib ketaman. 254 modeldagi mini traktorimiz hisoblanadi akalar. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bu traktorlarimiz ham 3 porshinli 25 ot kuchli bo'ladi. Motorlari injektor motorlar bilan jihozlangan bo'ladi hamda balonlari 4x4 tortadi. Old orqa baravar tortadi hamda rollar gidravlika holatda bo'ladi. Rollar gidravlika, tablolar chiroyli qilib ishlab qo'yilgan. Bu traktorlarimiz ham kichkina bo'lgani bilan kardanli eng kichkina mini baquvvat traktorimiz hisoblanadi. Hamda parniklarga, ko'chatlarning ichiga, orasiga, agarotlarga, mini joylarga, toklar tagiga juda baquvvat kichkina traktor hisoblanadi. Orqalarini mana ko'rib turganlaringdek traktorlarimiz palovoz, ichki silindr bo'ladi. Balon agatlari faqat bir xil agatda yuradi akalar. Markazdan markazgacha oralig'i 80 sm bo'ladi, 80-90 atrofida bo'ladi akalar. Xo'sh. Traktorlarimiz ramalari qo'yilgan. Bu ramalarga o'zlaring naves qilib olsalaring bo'laveradi. Bu naves ramasini olib tashlasalaring ham bo'laveradi, farqi yo'q. Buni tushirib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Traktorimiz Persep torta oladi, qishloq xo'jaliklari bor, har xil apparatlarni ulab ishlatsalaring bo'laveradi. 2 korpusli puluklarni bemalol tortadi, o'ziga yarasha chizel ulab ishlatsalaring ham bo'laveradi. Oldiga jatka ustanobka qilsalaring ham bo'laveradi akalar. Bu traktorlarimizni общий vesini ko'rsatib o'tib ketamiz mana. 684 kg bo'ladi. Ishlab chiqarilgan yili 2025-yil. 7-oyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Skorslarga keladigan bo'lsak, skorslari mana shunaqangi yonidan chiqqan bo'ladi. Oldiga 3 ta, orqaga 1 ta tezlik skorslari bor. Xo'sh, old orqani qo'shib ajratedigani. Keyin rejimi bo'ladi-yu, quyon toshbaqa rejim emasda bunda eng sekin, o'rtacha hamda eng tez bo'ladi tezliklari. Sekin, o'rtacha, tez. Xo'sh, inshoni ko'tarib tushiradigan dastaklari, svetlarini yoqib o'chirishi, signallari hamma yo'g'i mana shu joyga jamlab qo'yilgan. Ichki qismlari akalar. Kuzatib tursalaring ovozlarini ham eshitkizib beramiz. Motorlarini ochib ko'rsataman qiziqqanlar uchun. Bu traktorlarimizni oldiga toshlarni ham ilib qo'yilgan. Narx qiziq bo'lsa, narxini aytib o'tib ketay. Narxlarini 68 million so'm oxirgi narxlarini qilib beramiz. Manzilimiz Namangan Sadoqatda joylashgan akalar. Xo'sh, motorlari mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Radiatorlari katta radiatorli, akkumulyatorlari ham oldiga joylab qo'yilgan mana. 3 porshinli bo'ladi aytganimdek, lekin kameraga ko'rinmaydi. 3 porshinli 25 ot kuchli injektor motor bilan jihozlangan bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa akalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Har xil turdagi texnikalarimiz bor. Videoning tagiga raqamlarimizni yozib ketamiz. Rasxotini aytib o'tib ketaman. Bu traktorlarimizning rasxoti soatiga 2,5 litr tixotda 3-3,5 gacha nagruzkada rasxot qiladi akalar. Haydash juda oson bu traktorlarimizni. Ham keng bo'ladi, sidinalarni ham legropka qilib ishlatsalaring bo'laveradi akalar. Har xil turdagi texnikalarimiz mavjud. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Arzon va qimmat variantlaridan har xil traktorlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bartovoy desalaring bartovoy, palovoz desalaring palovoz traktorlarimiz mavjud. Manzilimiz, aniqroq manzilimiz Namangan Sadoqat Patr bozorini teparog'ida 3-4 km hamda Chodak razvorotdan 2-3 km pastroqda joylashgan bo'ladi. Telefon raqamlarimizga aloqaga chiqsalaring, Telegramdan bog'lansalaring, lokatsiyalarimiz tashlab beriladi akalar.